bitta hadis uchun gadoy bo'lishga tayyor bo'lgan ummat olamni zabt qilgandi. Bugun hadis aytayotganda kuladigan ummat rasvoy raddi bo'ldi. Sharmanda bo'ldi, mardikor bo'ldi. Sizga shunaqa muammo bo'lgan ekan, lekin men shu uchun keldim. Boshqa g'amim yo'q. 7000 kilometrga talabi ilmga borgan, faqat maqomni, martabani qarang. Uni tarbiyalagan ota-onasiga e'tibor bering endi. Shu uchun keldim faqat. Iloji yo'q deydilar. Shunda Imom Ahmadga Baqiy aytadilarki, bir fikr bor. Agar rozi bo'lsangiz, men Bag'dodda birinchi kirishim. Bu yerda hech kim meni tanimaydi. Ertadan boshlab ruxsat bersangiz, tilanchi gadoyning libosini kiyaman. Juldur tunni kiyaman. Eski kalpishni qo'yaman. To'rvani osaman. Shay'an lillah yo ahli xayr deb gadoy bo'lib kelaman. Eshigingizni taqillataman. Menga bitta non berasiz va bitta hadis aytib berasiz. Bitta hadis uchun gadoy bo'lishga tayyor bo'lgan ummat olamni zabt qilgandi. Bugun hadis aytayotganda kuladigan ummat odamga rasvoy raddi bo'ldi. Sharmanda bo'ldi, mardikor bo'ldi. Imom Ahmad aytadilar, bo'ldi. Bir kunda bitta hadis shu shart bilan. Qanday shart bilan? Hech kimga aytmaysiz. Ilm halqalariga meni oshkor qilmaysiz. Muhaddislarga ham borib men aytgan hadisni to'g'rilab olmaysiz. Kelishdik deydilar. Har ertalab kelardilar. Shay'an lillah, ertalab turaman deydilar. Juldur libosni kiyaman. Boshimga sassiq sallani o'rayman. Sassiq lattan tashayman. To'rvamni olaman. Ichiga kitob daftarini olaman. Ahmadni uyini borib taqillataman. Bitta ikkita hadis yozib olaman. Ahmadga zulm qilgan sulton vafot qildi. Uni o'rniga ahli sunnat val jamoatning himoyachisi bo'lgan katta sulton keldi. Imom Ahmad ko'chaga chiqdilar. Imom Ahmadning obro'lari oshib ketdi. Masjidlarga o'xshagan minbarlar qo'yildi va hokazo. Imom Ahmad ilm majlisiga, ilm minbariga o'tirsalar, men kirib kelsam, ilm tilanchisi keldi, ilm gadosi keldi, haqiqiy tolibi ilm keldi, yo'l bo'shatinglar, oldimga keling siz bolam deb aytardilar. U kishiga hadis o'qib berardim, u kishi menga hadis aytib berardilar. Ana ummat. Ilmga agar ummat gado bo'lsa, ilmning oshig'i bo'lsa, albatta saodatmand bo'ladi, albatta ulug' darajaga yetadi. Qarang-a, Baqiy ibn Makhlad olim, o'g'illari Ahmad olim, naviralari Abdurrahmon ham olim. Shunday rivoyat sohibiki, Xatibul Bag'dodiyni Tarixul Bag'dod kitobiga bobosini nomini muhrladi.